undan shaxsiy sodiqlik, ya'ni sadoqat va konstitutsiyaviy inqiroz holatida Oliy sudga emas, balki shaxsan o'ziga bo'ysunishni talab qilganini ma'lum qildi. Barning, ya'ni o'sha maxsus xizmat rahbarining aytishicha, uning ishdan bo'shatilishiga hukumatning ishonchini yo'qotgani haqidagi rasmiy bayonot emas, balki bosh vazirning bosimiga bo'ysunishdan bosh tortgani asl sabab bo'lgan. Isroil ommaviy axborot vositalari va mutaxassislari maxsus xizmat rahbarining Netanyahuga qo'ygan ayblovlarini jiddiy deb baholamoqda va ularning qasamyod ostida berilgani bu ayblovlarni salmog'ini farqotiga yanada oshirmoqda. Ya'ni sudda qasamyod ostida maxsus xizmat rahbari huquqshunos bo'la turib buni aytishi, demak u o'ziga javob bera oladigan inson degan ma'noda huquqiy oqibatlarini juda yaxshi ko'rib turibdi. Chunki agar yolg'on bo'lsa, u jinoiy javobgarlikka tortiladi. Bu hali ko'chadagi ayrim qasamxo'rlarning masalasi emas-da. Hali qasam ichib ketaveradigan masala emas. O'zi aslida qasam bu suddagidan ko'ra u yoqdagisi juda qattiq o'zi aslida. Lekin bu yerda mana jinoiy javobgarlikka tortilishini to'liq anglab turibdi.